alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar? Sarvinozxon opa bilan bog'landikmi? Ha, xuddi o'zlari. Opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kunlar Allohga bo'lsin. shukr. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat kattakon, agarda bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor afv etgaysiz. Opajonim, bugungi hayotingizdagi go'zal kunlardan biri shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz qarshilab olgan yana bir go'zal yoshingiz muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog'u omon bo'ling, chehrangizdagi tabassum sizni hech qachon tark etmasin. Bunday yoshlarni, bunday bayramlarni ko'pini qarshi olib, inshaalloh ikkilanmasdan 200 yoshlarda yashash ham nasiba ro'z aylasin. Allohim aytganingiz. Rahmat kattakon, ayni daqiqalarda uyali aloqangizni band qilib turgan yaqinlarimga tabriklar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisi bilan g'oyibona suhbatdasiz. Biroz qimmatli vaqtingizni olgan holda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insonlaringiz nomidan bugun siz uchun go'zal tabriklar kelgan. Shularni sizga yetkazib bersam maylimi? Salom. Rahmat kattakon, va mana shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz opajonim? Mana shunday quvonchli kuningizda qay bir yaqin insoningiz sizni xursand etmoqlikni istadi? Taxmin qilib ko'ring-chi, bu sirli inson kim bo'lishlari mumkin? Farzandlarim, onam. Albatta, yana kimlar bo'lishi mumkin? Bilmadim. Albatta opajonim, taxminlaringiz juda ham to'g'ri. Albatta, bu sizning jamiki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va bugun bizga maktub yo'llab sizni dunyolar qadar yaxshi ko'rib bardoqlovchi mehribon farzandlaringiz, qizlaringiz Inobatxon, Fayyozaxon, o'g'lingiz Bahriddinjon bo'lishar ekanlar va mana shu go'zal tabriklarimizga turmush o'rtog'ingiz Bahromjon aka ham hamrohlik qilib qolishar ekanlar opajonim. Rahmat hammalariga. Rahmat kattakon, ana endi ruxsat etsangiz, mehribon farzandlaringiz nomidan kelgan go'zal tabriknomalarimizni siz uchun o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat qilib diqqat qilasiz. Men o'qishlikni boshladim. Assalomu alaykum. Bu yorug' dunyodagi eng sodda, eng chiroyli, eng mehribon, qalbi go'zal onajonim. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Chiroyligim onajonim, jannati forim onam. Mehribonim, Allohimdan sizga uzoq va mazmunli umrni, tanishatu ko'ngil xotirjamligini, ikki dunyo saodatlarini so'rab qolaman. Mening jonkuyarim, mehribonim, mening haqiqiy do'stim, chin yurakdan qayg'uradigan jannatim. Bugun sizga qalbimda oldin ayta olmagan gaplarimni aytmoqchiman. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz borsiz, hayotim nurli, siz borsiz, qalbim xotirjam, siz borsiz, men hali ham bolaman onajon. Siz mening jannatim, siz sabrligim, siz ko'zlarimning nurisiz. Sizga qancha ta'rif bersam ham vaslingizga yeta olmayman. Bizga bergan mehringiz, chiroyli tarbiyangiz, pand-nasihatlaringiz uchun, hayotni o'rgatganingiz uchun ham sizdan cheksiz minnatdormiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz volidam. Ilohim, dunyo turguncha turing mehribonim. Hamisha bizning baxtimiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Jannatim, yana bir bora bugungi shukronalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hech kimda yo'q uning kulgusi, biram go'zal shirin tuyg'usi, doim kulib yursin-da yuzi. Shukrona kun muborak ona, bizni deya bo'lgan jonsarak. Yo'lim poylab bo'ladi halak, hammadan ham zo'ri shu malak. Shukrona kun muborak ona, jannatligim, nurli yuzligim, mehri daryo shirin so'zligim, erkalatib boqar ko'zligim. Shukrona kun muborak ona, deya mehribon farzandlaringiz o'z maktublariga yakun yasabdilar onajon. Rahmat, sog' bo'lishsin hammalari. Doim Alloh panohida bo'lishsin.
Rahmat kattakon, inshaalloh aytganlaringiz kelsin. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling va bugungi go'zal ayyomlarni chiroyli kayfiyatlarda yakunlab oling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Sizlar ham doim Alloh taolodan salomat bo'linglar. Rahmat Ishlaringizga kattakon. rivoj bersin. Rahmat. Hamisha shunday ko'p xonadonlarda quvonchiga sherik bo'lib yuringlar. Inshaalloh aytganlaringiz kelsin. Doimo siz ham farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Opajonim, mana bu go'zal tarona esa bizning loyihamiz tomonidan siz uchun marhamat. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onaginam kel poyingga men tiz cho'kay, meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi, yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringda nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim kim bo'lsam ham bu dunyoda, mehribonim sening uchun qul bo'lardim. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Onajonim tilagim bor alohida, asrasin yo